Qizlar nima uchun turmushga tayyorlov kurslarida o'qishlari kerak deb o'ylaysiz? Har bitta sohani mutaxassisi bo'lib yetishishi uchun albatta o'qiladi. Masalan, dastlab biz maktabda ta'lim olamiz, keyin oliygohlarda o'qib o'rganamiz. Xuddi shunaqa bir oilaga kirib borish uchun, kimgadir yaxshi turmush o'rtog'i bo'lish uchun, yaxshi ona bo'lib yetishishi uchun qizlar ta'lim olishi kerak va bu har bitta qiz bolaga kerak deb o'ylayman. Turmushga tayyorlov kurslarida o'sha ajrimlar kam bo'lishi uchun oilada har xil kelishmovchiliklar kamayishi uchun o'sha oiladagi muhitga qanaqa qilib to'g'ri moslashish kerakliklarini o'rgandik darslarda. Baxt sari yo'l kursimizdan nimalar oldingiz o'zingiz uchun? Baxt sari yo'l kursida shunaqa imkoniyatlar borki, har bitta soha vakili bilan alohida darslar tashkil etilgan. Masalan, oilaga tayyorlov darslari bor, etika darslari bor, yana sog'lomlashtirish, tibbiyot darslari bor. Bu kursga kelishimdan oldin o'zimda ancha qo'rquvlar bo'lgan. O'sha qo'rquvlarimning qanchadir qismi ancha kamaygan. Odamlarni ko'p kuzatib, tahlil qilishni o'rgandim. O'zimni isloh qilib, o'sha ongimdagi fikrlarimni ancha tozaladim. Baxtli bo'lish uchun ayol kishidan qanday ilmlar, nimalar talab etilishi haqida darslar bo'ldi va bu darslarning barchasi menga manzur keldi, yoqdi.